Ko'ksaroy! Hurmatli qo'qonliklar, granit sexda eng kattasi qayerdaligini bilarmidlar? Shundoqqina 5 yo'nalishda joylashgan Miramis seximizga kelganmiz. Akalar bu yerda hamma narsa olibdi. Ishlab chiqarish ham mana shu yerda. O'zimiz stolishnisalar uchun granitdan hamma narsani yasab beryapmiz akalar. Panodan tortib, rakvinalargacha yasab beryapmiz. Mana shu yerda o'zida bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Akalar nomerlarimizni qoldirib o'tyapman. Bu yerda nima borligiga qiziqib turgan bo'lsalar, ketdi ichkariga video obzorini qilib olamiz. Xonadonlar uchun bir-biridan chiroyli bo'lgan fontanlarimiz, bular tabiiy naturalniy toshlardan tayyorlangan, buloq boshi, miramir qora, miramir g'avzg'on hammasidan bor akalar. Endi navbat granit showroomiga bo'ladi. Granitlarimizni ko'rsatishimcha chiroyli holatda terib tashlaganmiz. Angola bilekdan tortib 60 ga 60 Xitoy metal granitlar 20 xildan oshig'ini olib kelib qo'yganmiz. Naturalniy granit so'raganlar uchun Angola bilek tabiiysi ham bor akalar. Xudo xolasa mana Ko'ksaroyda Abloga birinchi qo'ldan bo'lib mashqqa keladi akalar. Qo'qondan Optimiga hayt qilsa ham bo'ladi. Kombinatsiya uchun kafelarigacha Hindistonniki, Eronniki ham bor. Xo'p, krashinli variantida eng arzonni so'raganlar uchun krashinli Ko'ksaroylarimizni olib kelib qo'yganmiz. Sifati bexijolat, akkuratning tosh bo'ladi. Akalar buni narxini-chi optim holatda qilib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin, miramirlarimiz ham 3 xil, 4 xil variantlari bor. Miramir oppog'idan olib kelib qo'yganmiz. Maloshining oppoq, pepelnisi ham bor. Hammasi liniya tosh bo'ladi akalar. Zarban toshlarimiz ham yangi partiyada yetishgan. Buni 2 xil varianti bor. Xohlasangiz mana shu variantdan, xohlasangiz toni atlasligidan ham bor. Qop-qora miramir so'raganlar uchun miramirimizni olib keltirib qo'yganmiz. Yangilik travertin toshimizni olib keltirib qo'yganmiz. Eron travertini bo'ladi. Beli bo'ladi akalar, ko'rishingiz mumkin. Glansviy ham bo'ladi. Yaqinroqdan ko'rsating. Glansviy chotki bo'lib turibdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Narxini har doimgidek optim holatda qilib qo'yganmiz. To'g'ridan-to'g'ri sklatimizda turib videoni davom etamiz. Ko'rishingiz mumkin, yana bir mijozimizga Angola bilekda bruturli variantidan qilib beryapmiz. Akamizga ham optim narxda qilib berganmiz. Akalar, narichi so'raganlar uchun ob'yom katta, razmerlari ham katta-katta. Hindistondan red, mana akalar. Qip-qizil variantidan tambrown toshimizni olib keltirib qo'yganmiz. Tarshinasi to'liq 2 sm bo'ladi. Buni toshimizga nima deyapti akalar? Stolishnisalar uchun katta ob'yomli so'killar uchun so'raganlarga Hindistonda kapustani ukasi desak ham bo'laveradi. Ko'rishingiz uchun razmerlari 1 metrga 360 razmerda bo'ladi. Narxi ham unaqangi qimmat emas, bexijolat yozaverasizlar. Metal granitni 120 ga 60 ligini so'raganlar bo'lsa, mana akalar yangi partiyada katta ob'yom bo'yicha olib keltirib qo'yganmiz. Glansviyligini bitta ko'rib qo'ying. Chiroyli holatda. Eng qalini mana shu bo'ladi. Eng tinig'i ham mana shu bo'ladi. Narxini optim holatda qilib qo'yganmiz. Eng asosiysi ustakalar, sizlar uchun alohida bonuslarimiz ham bor. Narxi optim holatda. Eng arzoni O'zbekiston kafel, Hindiston, Eronniki bilan birga bir bo'lib chiqqan akalar, ko'rishingiz mumkin. Pishgan holatini ko'rsataman sizlarga. Mana svejiyda, chiroyli holatda. Umuman uyaltirib qo'ymaydi. Xonadonga olib tersiz ham shunaqangi mazza qilib yurasiz buni ustida. Yaqinroqdan ko'rsatinglar. Bo'rtma shaklga ega, shirshavili hamda oyog'ida mochni ushlaydigan. Bunda lasetti detorimizni chochilingandan bunda sirazi to'xtaydi. Shu kafelimizni variantlarni so'raganlar uchun 3 xil partiyada olib keltirib qo'yganmiz. To'xtanglar, ukaxonimizni eslayapsizlarmi? Bu ukaxonimiz uzoqroq. Bu ukaxonimiz kafelni birinchida sindirib olgan ukaxon bilan mana. Asorat hali ham bordi. Bu nimadan dalolat beradi? Kafelni eng mustahkamligidan. Davlatlari bo'yicha birinchi o'ringa chiqib olgan Hindiston graniti bo'ladi. Hindiston granitidan to'g'ridan-to'g'ri tambrown retidan olib kelganmiz akalar. Ko'pchilik talablarga binoan reti eng kuchlisi bo'ladi. Qorasidan ham retidan ham bor. Bemalol yozaverasizlar. Milliy mahsulot birinchi o'rinda turadi. Birinchi o'rinda reklama qilish kerak. Akalar mana 2 sm qalinlikda daroshkalarga ham o'lib qoladimi dersiz. Torimizni ko'ryapsizmi? Lasettidan ham kuchli, mana bu torimizdan qo'yilgan. Bundan keyin chabanchi qo'ymasangiz bo'lmaydi, uyat bo'ladi aka. Xohlasangiz tambrown redga ulab olasiz. Zina pog'onalariga, hovlining daroshkalariga xohlasangiz hovlini siplashmay mana shunday urib olsangiz ham bo'laveradi. Ustaka, endi videoni o'rtasida sizga bitta savolim bor-da. Shu granitlar reklama qilyapsiz, kafelar reklama qilyapsiz, nimada yopishtirasizlar? Mana shundan akalar, menga bitta kommentariyada izoh qoldiringlar. Ventumlarimiz bor, 507, 510, xohlasangiz Megamix bor, 22, 23 dan ham bor. Bexijolat optim bo'yicha dastavkasini ham chiroyli holatda gaplashib beryapmiz. Buni nimaligini menimcha ko'pchilik bilib bo'ldi. Zelyoniy zoningiz bo'lsa, zelyoniy plashatkaga chotki narsa qilib qo'yganmiz. Holati 40 ga 60 bo'ladi, donasi 40 ming so'mdan bo'ladi. Terilgandan keyingi holati siz o'ylagan tasavvuringizdan ko'ra chiroyliroq bo'ladi. Ko'ksaroylarimizni ham bitta ko'ringlar, yaqinlashtiring kamerani. Katta ob'yomda olib keltirib qo'yganmiz. Shina razmer so'raganlar uchun.
Katta razmini so'raganlar uchun 40 taligini olib kelganmiz. Bundan ham kattasi kerak bo'lsa 60 taligigacha bor. Bexijolat optim narxda bo'lyapti. Eron travertinni maqtab so'rab, lekin kelib ko'rolmaganlar uchun mana videoda to'liq ko'rsatib o'taman. Razmeri 40 lik bo'ladi. Novchaligiga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Razmerchi akalar eng muhim rol o'ynaydi-da. Chok bo'lmasin deb hamma uzun-uzun kesib bering deydi. Mana akalar sizlarga bo'ylari uzun-uzun bo'lgan, mashinalari iksan to'liq holatda bo'lgan, glyansiyligi chotga holatda bo'lgan birinchi sorti bo'ladi. Eron travertini bo'ladi bu. Eng chiroyli mato qaysisi? Atlas mato deydi-yu. Mana akalar zarbanni atlas to'lligi mana shu bo'ladi. Tiniqligiga bitta ahamiyat berib qo'yinglar. Chiroyli holatda bo'lgan. Tashinasi ham 1,5-1,6 to'liq holatda bo'ladi. Razmeri bo'yi lekin akalar sizlar o'ylagan narsani olib keltirib qo'yganmiz. Bu ko'rib turgansizlar, Xitoydan prami Qo'qonga yetib kelgan. Qo'qonda hali bunaqasi bitta bo'ladi akalar. O'stanoyda sirazi mana shu to'rga bo'lib g'ishlarimizni ko'rsatib oling. G'ishlar chiqarib tashlaydi. Mana shu holatni bitta ko'rsatib o'tay. Qanaqangi g'ishlar kesyapsizlar deb jo'rab negativ yozadiganlar mana akalar. Chiroyli holatlarmi, go'zallikda biza qirrasi bo'ladi-ku, naturalniy toshlar. Tayyor g'ishlarimizni ham kesib qo'ygan. Chaqlash, qirralarni ochish mana bu yerda bo'ladi. Tayyor holati mana akalar. Qale. Ustaka kelib bir o'zingiz tekshirib olmasangiz bo'lmaydi. Ichidan qoralarni tekshirib yurib oladigan bo'lsa, keyin hammasi oppoq bo'yotibdi. Ko'ksaroylarimizni bir tekisda kesib beringlar deganlar uchun 2,5 metrlik ko'ksaroyimizni bir tekisda chop surmasdan kesib tayyorlab qo'yganmiz. Akalaringiz uzunligini qo'yasizlar, 6 metr keladigan apparatimizda chaqlovni yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Charx apparatimiz mana shu bilan legendarniy bo'ladi akalar. Narxini optim holatda qilib qo'yganmiz. Ustakalar sirazi yozmasalar bo'lmaydi. Aqib olmay ko'rsatinglar. Mana shu holati tayyor holat bo'ladi. Chaqlovni qirrasiga e'tibor berib qo'yinglar. Qo'lda chiqarganda qanaqa bo'ladi, apparatda chiqsa qanaqa bo'ladi. Glyansiyligi salqin joyda ham bilinyapti. Ustakalar bunaqa qilib chaqlash uncha-munchasiga emas. Chunki bu fabrikniy narsa bo'lib, zavod bo'lib chiqadi. Ko'rsalaringki, chiroyli holatda ideal bo'lib chaqlangan. G'azg'on mirani so'raganlar uchun mana akalar optimiga, hamma narsani optimiga gaplashaveramiz. Manzilimiz Qo'qon shahar Bayshik yo'nalishi. Batafsil ma'lumot uchun nomerlarni yozib qoldiryapman. O'zi yurar zamonda yangi texnika. Qaranglar, o'zi yurib, o'zi chaqlaydigan apparatlarni olib keltirib qo'yganmiz. Chaqlovni bir tekisda qilib beradi. Shovqinga ahamiyat bermaysizlar. Ustakalar buni qayerdan topishni bilasizlarmi? Mana akalar, yodiy oynalarimiz 6ligi, 4ligi hamda 1ligidan ham bor. Ko'rsatib o'tgan oynalarimizni xuddi shu choklariga ishlatiladi. Ko'rsalaringki, chiroyli holatda chiqadi. Buni qo'ymasangiz ham bo'laveradi, lekin qo'ysangiz undan ham go'zal bo'ladi. Hozir tor joyda ham bir chetkalarimizni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsalaringki, Sug'diyona, Samarqand, Fayz eksklyuziv maloshnichidan ham bor. Xohlasangiz, petnogullilardan ham bor. Razmerlari 15 ga 30, 20 ga 20 kerak bo'lsa-chi, mana glazoglarini-chi granitdan, angolabilakdan, tim qorasidan qilib beramiz. Mana akalar. Qale. Lovillab, olov bo'lib chiqsa, kimga yoqmaydi? Narxi ham optim holatda kesib berish xizmatlarigacha bor. Xullas akalar, sizlarni Qo'qon shahrida kutib qolamiz. Ko'tarib bitta.